Amir Temur Makka Mukarrama va Madina Munavvaraga don-dun yuborganligini bilarmidingiz? Gap shundaki, Amir Temur Damashqni egallaganidan so'ng katta g'alla ombori topiladi. Sohibqiron qo'lga kiritilgan don-dunni o'z zaxirasiga olmaydi. Sharafiddin Ali Yazdiy Amir Sohibqiron xudojo'yligi, Makka Mukarrama va Madina Munavvaraga hurmati uchun ombordagi barcha g'allani Quddusi Sharif orqali ana shu ikki muqaddas shahar aholisi uchun jo'natdi deb yozadi. Uzoq Ispaniyadan Samarqandga Amir Temur huzuriga elchi bo'lib kelgan Klavijo mamlakatda ma'murchilik, mulkchilik va arzonchilikning guvohi bo'lgan. Bu haqda u o'z esdaliklarida shunday yozadi: Bu yer hamma narsaga boy, g'alla ham, sharob ham, meva-cheva ham, parrandalar ham, har xil go'sht ham mo'l-ko'l. Bu yerning qo'ylari yirik-yirik, dumbalari katta bo'ladi. Qo'ylar ko'p va arzondir. Boshqa mollar ham arzon. G'alla juda ham arzon. Sholi esa oshib toshib yotadi. Samarqand va uning atrofidagi yerlar shunday to'kin sochinki, hayron qolmaslik mumkin emas.